Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun havo juda ham yaxshi bo'ldi. Arilar mana havoni yaxshi isiganidan foydalanib, tashqariga uchib chiqib, ichlarini bo'shatib, ancha qanotlarini yozib uchishyapti. Men ham shu kunda yaxshi isiganidan foydalanib, arilarni ramkalarini qisqartiradigan oilalar bor edi. Shularni ramkalarini keyin bo'sh suvlarni bu oilalardan olib tashlayapman. Arilarning holati yaxshi, Xudoga shukr, ovqatlari yetarli. Endi vipinti dorisi bilan biror martami sepib qo'ysam, shu bilan bahorgacha Xudo xohlasa yaxshi yetib borishadi. Ovqatlari yetarli. Bitta oilaga o'rtacha 5-6 kilogrammdan shakar yedi oilalarim. Shu bilan Xudo xohlasa bahorgacha shu mart oylarigacha ovqat berilmaydi. O'sha mart oyida vaziyatga qarata o'zi kunlar isib qoladi. Martda 10-15larda sirop berishim mumkin. Bo'lmasam agar bahor issiq kelib, daraxtlar o'sha erta ochilib, havo yaxshi bo'lib tursa, bularga u aprel, may oyigacha ham sirop bermasa ham bo'laveradi. O'tgan yil shunaqa bo'ldi. Bu yil bahorgi sezonda arilar shu kuzdagi ozuqasi bilan may oyigacha yetib bordi. Bahorda ham, qishda ham umuman qandi ham berilmadi, hech narsa berilmadi. Endi tabiat har yil har xil keladi. Endi bu yoq Xudodan. Men bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Ko'p Telegram guruhlarida bitta narsaga guvoh bo'lyapman. Hamma kanallarda aytishyaptiki, asalarilarni qishki ozuqasi qanday sotiladi deyishyapti. Endi bu birovni orqasidan gapirish emas, birovni yomonlash emas. Endi ularda ham tirikchiligi bo'lishi mumkin, shu narsani sotib. Lekin asalarilarni qishki ozuqasi qanday hisoblanmaydi. Bu qanday qachon berish kerak? Qanday kuzda o'z vaqtida sirop berilmasa, arilar ovqati kam bo'lsa, shunaqa bir keyin asalarilarda qandaydir kasalliklar uchrasa, o'sha dorilarni qo'shib berish maqsadida qanday beriladi xolos. O'zi qishda ham qanday bermaslik kerak. Iloji boricha asal berish kerak. Qish kunida ham ovqati kam bo'lsa. Buni endi bilgan biladi, bilmagan endi yangi asalarichilar qanday berish kerak ekan deb hammasi qanday ko'tarib kelyapti. Bu noto'g'ri narsa. Kuzda oktyabrda 10gacha shu siropni berib qo'yilsa, shu bilan arilarni tinch qo'yish kerak. Shu bilan bahorgacha tegmasa ham arilar o'zi chiqaveradi qishdan. Ovqat yetarli bo'lsa, kanaga vaqtida dorilangan bo'lsa bo'ldi. Bular uncha sovuq qo'yilmaydi. Kuchi yetarli bo'lsa, arilarda ovqati yetarli bo'lsa bo'ldi shu bilan. Endi birovga o'rgatish emas, endi haligi shu narsaga ko'p guvoh bo'lganimdan shuni aytmoqchi bo'ldim. Mana arilarimizda hozirgi holati. Arilar ertalab klubga yig'ilib olgandi. Hozir kun isigani uchun mana ancha klub tarqalib, arilar tarqalib o'tirishibdi. Yana kech tushgan sari, sovuq tushsa, arilar yana klubga birlashib oladi. Arilarda umuman tuxum qolmabdi. To'liq rasplodlar chiqib bo'pti. Endi shu bilan faqat bu yog'i dam olish. Tinchlik va dam olish. Keyin yana bir narsa esimga tushib qoldi. Mana bu ramka ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu anchagina 3 yil, 4 yil ishlagan kamida ramka, eski. Hozirgi vaqtdan foydalanib, ramkalarda urug' yo'qligidan foydalanish kerakda. Shunaqangi eski ramkalarni iloji boricha mana chekkaga chiqarib olish kerak. Agar shu ramkalar klubning o'rtasida qolib ketadigan bo'lsa, bahorda birinchi mana shu qora ramkalardan tuxum qo'yishni boshlaydi. Shu bilan bu ramkadan qutulish qiyin bo'ladi. Bunda urug' borligini hisobiga. Agar hozirgi kunda o'rtacha qizg'ich 1 yil, 2 yil ishlagan ramkalarni klubning markaziga qo'ysak, bahorda o'sha ramkalardan tuxum qo'yishni boshlaydi.
Bu ramkalarni chekkaga surib chiqariladi-da, keyin sekin ishdan chiqarilsa bo'ladi. Buni safdan chiqarib, bu ramkalarni eritib olsa bo'ladi. Hozir urug' yo'qligidan foydalanib shu ishni ham qilsa yaxshi bo'ladi. Arilarni rivojlanishi uchun juda foyda bo'ladi. Keyingi yilga bu qora ramkalardan sifatli ishchi arilar chiqmaydi. Bularni eritib yo'qotish kerak. Mana bu oilamizni matkasi ham mana shu eng chekkadagi oxirgi ramkada yuribdi ekan. Matka ham ancha kichkina bo'lib qolibdi. Tuxumdan qaytgandan keyin shu holatga keladi. Yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Ko'pchilikda guvoh bo'lganman, yashiklarda mana qo'l ustiga bunga o'xshab mana tashqariga chiqib turadi. Ko'pchilikda u yarmigacha osilib ham turadi. Shunaqa osilib chiqqan qo'l ustiklarni ichiga kirgizib qo'yish kerak. Ichiga kirgizib qo'yishdan maqsad bu namni tashqaridan ichkariga tortmaydi. Agar tashqariga chiqib qolib ketsa, bu qo'l ustiklar tashqaridan nam tortishi mumkin. Ertaga yomg'ir yog'adi, tuman tushadi. Shunday holatlarda bu motor namlikni ichkariga olib kiradi.